belgi ham turibdi, avariyni holat ham qilasiz. Avariyni holati yo'q, avtobusni harakatga xavf. Avtobusni halokat Aka, gapim eshting. Bu avtobusni harakatiga siz ziyon yetkazgan bo'lmasangiz ham, boshqa bo'lmagan bo'lsangiz ham siz o'rtaga to'xtab turibsiz. Avtobus liniyasi asosiyda turibdi. Siz ikkinchi qatorda kelib to'xtab turibsiz. Hop, qaysi belgiga men? Hop, qaysi bir yo'l belgisiga amal qilmayapsiz. Hop, to'g'ri bir yo'l belgisi. Yo'l belgisi ham bor. Hop, to'g'ri. Hop, qaysi qayoqqacha amal qiladi u belgi aka? Qayoqqacha amal qiladi? Qayergacha amal qiladi? Belgini ta'siri qayoqqacha? Nima deyapsiz? Shu to'g'ri yoki to'g'ri bir buyuruvchi belgini ta'siri qayoqqacha? Ta'sir doirasi. Qayoqqacha ta'sir doirasi? Nasıl tushuntirib gap. Hop, mana belgi qayoqqacha ta'sir doirasi qayoqqacha amal qiladi aka? Qayoqqacha amal qiladi? Ajratuvchi mintaqagacha amal qiladi. Chorrahada ajratuvchi mintaqadan o'tishim bilan uje ta'sir doirasi tugaydi. Bu birinchi marta emas. Rang bo'layotganda u holda o'rtada avtobus liniyasi bo'lmagan holda hozir siz men kiryapsiz, holat ham qilyapsiz. Avtobus liniyasiga to'xtab turibsiz, qarama-qarshi yo'nalishda aka. Qarama-qarshi yo'nalishda. Aka, qarama-qarshi yo'nalishda to'xtamayapman. Qarang. Sizni orqangizdan mashina kelyapti. Mashina kelmayapti. To'xtab turasizmi? Mashina kelmayapti. To'xtab turasizmi? Mashina kelmayapti. Ha, ko'rsatib beringchi mashina kelmayotganmi? Aka, ajratuvchi o'rtada to'xtab turasizmi? O'rtada to'xtab turmayapman. To'xtab turasiz. Aka, o'rtada mashina o'tmaydigan qatnov qismi bor, o'sha yerda to'xtab turibman. Qanday mashina o'tmaydigan qatnov qismi? Bu yerda avtobus o'tsa, bu yerda yengil mashina o'tsa, qayerda sizmi? Avrni holat qilyapsiz. Jo'rabek ismi. Jo'rabek aka. Oldin safar reyd bo'layotganda mana shu narsa bo'yicha bu narsa ijtimoiy tarmoqqa ham olib chiqildi. Bu yerdan mayli olib chiqaverasiz. So'mga qilyapsiz, olib chiqaverasiz. Bo'ladi. Ko'rib oling hujjatingizni. Bodi kamerangiz nimaga yonmayapti? Bo'ldi. Pastga chiqib. O'z uchun bilib oldim. Hop. Yo'q, men. O'qidim, akaga o'qib o'tdim. Bo'ldi. Mana marhamat. Qarshi emassiz syomkaga? Ha aka? Syomkaga qarshi emasmisiz? Yo'q. Nima deyapsiz? Hop, qaysi znak bo'yicha yozyapsiz mana? Sizga tushuntirdim-ku. Hop, to'g'ri bo'yicha. To'g'rimi? Bo'ldi. 431 band, 5-xat boshi bo'yicha qog'oz protokol. Chunki birinchi marta emas, yana boraman-da. Boraverasiz aka. Qog'oz protokol tuzib berasizmi yo'qmi aka? Aka, 431-qaror bo'yicha, 5-xat bo'yicha 1102 nomeri. Boshdan ayting. 1102 bo'ldi, 4 ta raqamli. Shikoyat qoldiryapman o'shanga hozir. Yo'q, mayli o'zingizni raqamingizni ayting. Akajon, menga siz Vazirlar Mahkamasining qaroriga bo'ysunasizmi, shuni ayting. O'zingizni raqamingizni ayting. Siz bo'ysunasizmi, shuni ayting. O'zingizni raqamingizni ayting, telefon raqamingizni so'rayman. Siz bo'ysunasizmi, Jo'rabek aka, men sizga aytyapman. Telefon raqamingiz yo'q-a? Hop. Rasmiy Magilan chorrahasida ikki taqimli ikkinchi kerak. Ha, bo'ldi. Hop. To'g'ri bir znak turibdi. Bu ta'sir doirasi, mana shundan xarish kerak. Inspektor xodimi mana bitta menga bu znakni mumkin emas dedi. Hop, mumkin emas. Nimaga? Desam, bu znakdan chapga mumkin emas dedi. Mumkin, chunki ta'sir doirasi ajratish bitta qilish to'g'ri ham 128. Bo'ldi shuni. Hozir meni to'xtatdilar. Endi qog'oz protokol so'rayman. Qog'oz protokol tuzib berasizmi yo'qmi aka? Qog'oz protokol tuzib berasizmi yo'qmi? Sizga nisbatan ma'mur bayonnoma rasmiylashtirildi aka mana.